hammasi bo'ldi. Qo'l bola teplisa qilingan. Hoppa. Yo bismillah. Mana. Assalomu alaykum ijtimoiy tarmoq kuzatuvchilari. Bugun 2026-yil 11-mart. Biz Makkadan boshqa az Davidlar ko'payib ketib bu yerimizda. Odamga shapamiz bo'ldi. Yana ikkita ketdi. Kichkina it emas ular. Qulupnay sohasiga bu yil birinchi kirishimiz. Mana bu yerda 1 gektarcha joyimizga ekkanmiz qulupnay. 1 gektar kelib qoladi. 1 gektardan oshiq ham. Charli degan sortini ekkanmiz. Yana boshqa joylarda bor, videoga olamiz. Bu Charli degan sorti. Bugun sovuq bo'lganda yengil ustiga plyonka tashlab qo'ygandik. Mana mayda 15 sotik yana joyimiz bor. Qulupnay ekkanmiz mana. Ichiga gilos ko'chatni ham ekib qo'ydik. Uni отдельный обзорni qilinadi. Bu yerga umuman salapan yopilmadi. Mana holat. Bu ham Charli degan sorti. Birinchi ekilishi. Qora yer mana tosh ko'rinib turibdi. Hozir yana bitta ekkan joyimiz bor, ikkita. Aylarni ham yengil videoga olaman. Mana yana 30 sotikdan oshiq 40 sotik kelib qoladi. Charli degan sortimiz. Qulupnay. Mana holati yaxshi bu yerda. Bu yerda ertaroq fevralda boshlarida plyonkaga o'ralgan. Joyimiz bo'lajak boq. Xurma ko'chat ekib qo'yilgan mana. Ko'rinayotgan bo'lsa. Ko'chatlar holat. Mana gullab qoldi. Gullab hosil topib qoldi. Charli degan sorti bu ham. Bu yil qulupnay ko'p. Kelaverasizlar taniganlar. Mana spesialni qo'l bola teplisa qilingan. Hoppa. Yo bismillah. Mana. Rosa ustotik keladi bey. Mana yog'ochdan teplisa ham yog'ochdan bo'lgan. Aziya degan sorti qulupnaydi. Katta bo'ladi. Kobra ilonni kallasiga o'xshamday turadigan qulupnay emas. Aziya degan sorti. Zo'r holati buni ham. Harorat issiq ekan, anchagina teplisa. Endi hozir qulupnay haqida bu qilish kerak, u qilish kerak deb o'rgata olmaymiz. O'zimiz bu yil birinchi ekib turibmiz mana. Men bilmaganimni bilmayman-da, yoshligimdan. Teplishni variantini ham, to'lka plyonkani o'ziga ham, bez plyonka yerti ham bor ko'rdilar. Hammasini bu yil paproba qilib ko'ryapmiz. Bu pishganda endi video qilamiz yana hammasini bir boshdan. Mana zo'r ko'chatlar. Birinchi yilga